Bugun men pensionerlar va pensiyasi bank kartasiga tushadigan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap bank kartasi, pensiya puli pul yechish, boshqa odamga karta berish. Shubhali o'tkazmalar va bank tomonidan vaqtincha cheklov qo'yilishi haqida ketadi. Bu ma'lumotni ota-onangizga, bu bobolaringizga pensiyasi kartaga keladigan tanishlaringizga albatta yuboring. Chunki bitta noto'g'ri harakat pensionerning o'z pulidan vaqtincha foydalana olmay qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, hujjat va amaliy hayotga yaqin qilib tushuntirib beraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul qilib olardi. Kimdir pochta orqali olardi, kimdir mahalladagi kassaga borardi. Kimdir esa farzandiga ishonchnoma berib pensiyasini oldirardi. Keyin pensiyalar ko'proq bank kartalariga o'tkazila boshladi. Bu qulay, pul belgilangan kunda kartaga tushadi. Bankomatdan yechish mumkin, do'konda to'lash mumkin. Kommunal to'lovlarni telefondan amalga oshirish mumkin. Lekin qulaylik bilan birga mas'uliyat ham oshdi. Hozir banklar pul yuvish, firibgarlik, o'g'irlangan kartalar telefon orqali aldov, begona odamlarning pensioner kartasidan foydalanish kabi holatlarga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Shuning uchun ayrim operatsiyalar bank tomonidan shubhali deb topilsa, karta vaqtincha cheklanishi, pul yechish to'xtatilishi yoki mijozdan qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Men bu yerda juda muhim narsani aniq aytaman. Banklar pensionerlarga pensiya olishni taqiqlab qo'ydi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Pensiya olish taqiqlanmaydi. Lekin karta bilan ayrim harakatlar, ayniqsa begona shaxslar orqali bajarilsa yoki g'ayrioddiy pul aylanmasi bo'lsa, bank xavfsizlik maqsadida operatsiyani to'xtatishi mumkin. Oldin qanday edi? Pensioner kartasini farzandiga berardi, PIN kodini aytardi. Farzandi bankomatdan pul yechib kelardi. Ko'pchilik bunga oddiy holat deb qarardi. Hozir esa bank xavfsizlik tizimlari bunday vaziyatga boshqacha qarashi mumkin. Masalan, karta egasi Toshkent viloyatida yashaydi, lekin karta bilan bir kunda Samarqandda, keyin Buxoroda, keyin internet orqali boshqa hududdan operatsiya qilinsa, tizim bu operatsiyalarni tekshirishi mumkin. Yoki pensionerning kartasiga har oy 1 million 500 ming so'm pensiya tushadi, lekin birdaniga kartaga 20 million so'm kirib, keyin 19 million so'm darhol boshqa kartalarga bo'lib yuborilsa, bank savol beradi. Bu pul qayerdan keldi? Nima uchun o'tkazildi? Karta egasi buni biladimi? Men avvalo kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini aniq tushuntiraman. Birinchi navbatda kartasini boshqa odamga berib qo'yadigan pensionerlar xavotir olishi kerak. Bu odam farzandi bo'lishi mumkin, nevarasi bo'lishi mumkin, qo'shnisi bo'lishi mumkin, hatto yaqin qarindoshi bo'lishi mumkin. Qonuniy va xavfsiz yo'l bor. Zarur bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Bankda vakil sifatida ko'rsatiladi. Yoki pensionerning o'zi bilan birga bankka borib masala hal qilinadi. Lekin kartani PIN kodini, SMS kodini birovga berish juda xavfli. Masalan, bir pensioner har oy 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. U bankomatga borishga qiynaladi. Shuning uchun kartasini nabirasiga beradi. Nabirasi pulni yechib beradi. Birinchi oy hammasi yaxshi, ikkinchi oy ham yaxshi. Uchinchi oy nabira kartadan 1 million 800 ming so'm emas, qo'shimcha ravishda 500 ming so'm internet do'konlarida ishlatadi. Pensioner buni darhol sezmasligi mumkin. Keyin bankka borib shikoyat qiladi, kartamdan pul ketibdi. Bank esa tekshiradi va ko'radi. Operatsiyalar PIN kod bilan, SMS tasdiq bilan qilingan, bu holatda isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men doim aytaman, karta bu hamyonning o'zi, PIN kod esa uyning kaliti. Uni hatto yaqin odamga ham og'zaki berib yuborish to'g'ri emas. Ikkinchi xavfli guruh, kartasidan boshqa odamlar pul o'tkazish uchun foydalanadiganlar. Ba'zi pensionerlarga kimdir shunday deydi: "Xo'la kartangizga pul tushadi. Men sizga 100 ming so'm beraman, pulni menga chiqarib bering." Yoki amaki, kartangizdan bir o'tkazma qilib turaylik, hech narsa bo'lmaydi. Mana shu juda xavfli. Chunki bank pensioner kartasi pensiya olish uchun ishlatilgan karta deb ko'radi, lekin kartada katta pul aylanmasi boshlansa, savollar paydo bo'ladi. Agar bu pullar firibgarlikdan, qarz piramidasidan yoki noqonuniy faoliyatdan kelgan bo'lsa, karta egasi tushuntirish berishga majbur bo'ladi. Aniq misol keltiraman. Pensionerning kartasiga odatda oyga 2 million so'm pensiya tushadi. Bir kuni uning kartasiga 2 million so'm keladi, keyin davlatda boshqa kartaga 2 million so'mdan yuboriladi. Pensioner, men bilmayman,
o'g'lim qilgan desa ham karta uning nomida. Bank va tegishli organlar birinchi navbatda karta egasiga savol beradi. Shuning uchun kartani vaqtincha ishlatib turish degan odatni men eng katta xatolardan biri deb hisoblayman. 3-xavfli guruh. Telefon orqali aldovga uchrashi mumkin bo'lgan pensionerlar. Firibgarlar ko'pincha aynan yoshi katta odamlarni nishonga oladi. Ular o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi, soliq xodimi yoki ijtimoiy yordam bo'limi vakili deb tanishtiradi. Kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz to'xtaydi. Yangi to'lov chiqdi. Kompensatsiya olasiz, SMS kodni ayting deb aldashadi. Men qat'iy aytaman. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kod, PIN kod yoki karta parolini telefon orqali so'ramaydi. Agar kimdir so'rasa, u firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. Kimlar haddan tashqari xavotir olmasligi kerak. Agar pensioner kartasini faqat o'zi ishlatsa, pensiyasi tushganda bankomatdan o'zi yetsa yoki do'konda o'zi to'lasa, kommunal to'lovlarni odatdagi miqdorda qilsa, shubhali katta pul aylanmasi bo'lmasa, qo'rqishga asos yo'q. Bank pensiyani bekor qilmaydi. Pensionerning qonuniy pulini olib qo'ymaydi. Muammo odatda karta noto'g'ri ishlatilganda, begona odamlar aralashganda yoki operatsiyalar odatdagidan keskin farq qilganda yuzaga keladi. Endi eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik joy, bank kartani butunlay taqiqlab qo'ymaydi. Ko'pincha vaqtincha cheklov qo'yadi. Masalan, bankomatdan pul yechish ishlamasligi mumkin. Mobil ilovada o'tkazma to'xtashi mumkin. Karta orqali internet to'lovlar o'tmasligi mumkin. Bunday paytda pensioner vahimaga tushmasligi kerak. Eng to'g'ri yo'l. Bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qilish yoki pasport bilan bank filialiga borish. Ikkinchi nozik joy. Pensiya tushgan karta ijtimoiy to'lovlar uchun ochilgan bo'lishi mumkin, lekin u oddiy bank kartasi kabi ishlatiladi. Shunga qaramay, karta egasi shaxsiy javobgarlikni unutmasligi kerak. Agar kartaga begona pullar kirib chiqsa, bank buni oddiy pensiya harakati deb qabul qilmasligi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamlar karta mening nomimda bo'lsa ham, pul meniki emas edi deb o'ylashadi. Lekin bank hujjatlarida karta egasi sizsiz. Demak, har bir operatsiya bo'yicha sizdan izoh so'ralishi mumkin. 3-nozik joy, ishonchnoma masalasi. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, uzoq hududda yashasa yoki bankka borishi qiyin bo'lsa, qonuniy vakil orqali ish ko'rish mumkin. Buning uchun odatda notarial ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar va bank talab qiladigan boshqa ma'lumotlar kerak bo'ladi. Har bir bankning ichki tartibi farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan bankka qo'ng'iroq qilib so'rash kerak. Pensionerning kartasi bo'yicha vakil sifatida pul yechish yoki karta masalasini hal qilish uchun qanday hujjatlar kerak deb aniq savol bering. 4-nozik joy, SMS kod va mobil ilova. Ko'pchilik pensionerlar telefondan yaxshi foydalana olmasligi mumkin. Farzandlar mobil ilovani o'z telefoniga o'rnatib qo'yadi. Bu ham xavfli bo'lishi mumkin. Agar ilova farzand telefonida bo'lsa, pensioner pul ketgani, qarz yoki to'lovlar bo'yicha to'liq nazoratga ega bo'lmasligi mumkin. Eng yaxshi yo'l, ilova pensionerning o'z telefonida bo'lsin. Agar yordam kerak bo'lsa, farzand yonida turib ko'rsatib bersin. Lekin parollarni o'zida saqlamasin. Agar pensioner telefondan foydalanmasa, bankdan SMS xabarnoma yo'qolganini tekshirish kerak. Har bir kirim va chiqim bo'yicha xabar kelib tursa, pul yo'qolishi yoki noto'g'ri operatsiyani tezroq sezish mumkin. 5-nozik joy, qarzdorlik va majburiy undirishlar. Ba'zan pensioner kartasidan pul yechib bo'lmaydi. Odam darhol bank taqiqlab qo'yibdi deb o'ylaydi. Lekin sabab boshqa bo'lishi mumkin. Sud qarori, ijro hujjati, aliment, kredit qarzi, jarima yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha yechim bo'lishi mumkin. Bunday holatda bank faqat ijro hujjatini bajaruvchi tashkilot vazifasini bajarishi mumkin. Demak, sababni aniqlamasdan turib bankni ayblash to'g'ri emas. Bankdan yozma yoki og'zaki ma'lumot olib, qaysi tashkilot tomonidan cheklov qo'yilganini bilish kerak. 6-nozik joy, karta muddati tugashi. Ba'zi pensionerlar kartaning amal qilish muddati tugaganini bilmaydi. Pensiya tushgan bo'lishi mumkin. Lekin karta orqali pul yechib bo'lmaydi. Bunday vaziyatda ham bu taqiq emas, oddiy texnik masala. Pasport bilan bankka borib kartani qayta chiqarish kerak. Ba'zan yangi karta bir necha kunda tayyor bo'ladi. Ba'zan darhol berilishi mumkin. Oldindan bank filialidan so'rab bilgan ma'qul. 7-nozik joy, PIN kodni ko'p marta noto'g'ri terish. Pensioner bankomatda PIN kodni unutib,
3 martdan o'to'g'ri kiritsa, karta bloklanishi mumkin. Bu ham xavfsizlik uchun. Bunday paytda bankomat oldida turib notanish odamlardan yordam so'rash xavfli. Amaki, men yordam beraman, kartangizni bering degan odam yaxshi niyatli bo'lishi ham mumkin, lekin firibgar bo'lishi ham mumkin. Eng to'g'risi bank filialiga kirish yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilish. Men bir nechta vaziyatni batafsil tushuntiraman. Shunda har kim o'z holatini solishtirib ko'ra oladi. Birinchi vaziyat. Pensioner oyga 1 million 600 ming so'm oladi. Har oy pul tushgan kuni 1 million so'm bankomatdan yechadi. 300 ming so'm kommunal to'lovga sarflaydi. Qolgani do'konda ishlatadi. Bu odatiy holat. Bunday mijoz xavotir olmasligi mumkin. Chunki operatsiyalar mantiqli va pensiya miqdoriga mos. Ikkinchi vaziyat. Pensioner kartasiga 1 million 900 ming so'm pensiya tushadi. Lekin bir oy ichida kartaga jami 35 million so'm kirib, üstü 4 milyon so'm chiqib ketadi. Bu yerda bank savol berishi tabiiy. Chunki pensioner kartasi pul o'tkazish yo'lagiga aylangan. Bunday holatda karta vaqtincha cheklanishi. Mijozdan pul manbasi bo'yicha tushuntirish so'ralishi mumkin. Agar pensioner men bilmayman, qo'shnim ishlatdi desa, bu javob vaziyatni yengillashtirmaydi. Aksincha, karta egasi o'z kartasini boshqalarga bergani ko'rinadi. Uchinchi vaziyat. Pensionerga telefon qilishadi va sizga 2 million so'm qo'shimcha yordam chiqdi. Kartangizga tushirish uchun SMS kodini ayting deyishadi. Pensioner ishonib kodni aytadi. Firibgarlar mobil ilovaga kirib, kartadagi pulni yechib olishadi yoki boshqa kartaga o'tkazishadi. Keyin pensioner bankka boradi. Bank tekshiradi. Operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangan. Albatta, ariza berish, tekshiruv talab qilish mumkin. Lekin pulni qaytarish har doim ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun profilaktika eng yaxshi himoya. 4-vaziyat. Pensionerning farzandi kredit olgan, qarzini vaqtida to'lamagan. Keyin ona yoki otaning kartasidan foydalanib, o'z pul aylanmasini shu karta orqali yuritgan. Bir kuni karta cheklanadi. Pensioner mening aybim yo'q deydi. Lekin bank uchun karta egasi pensioner. Shuning uchun men farzandlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangizning kartasidan o'zingizning qarz, savdo, biznes, internet oldi-sotdi yoki boshqa maqsadlarda foydalanmang. Bu ularni ortiqcha muammo ichiga tortadi. 5-vaziyat. Pensioner yotib qolgan bankka bora olmaydi. Farzand har oy kartadan pul yechib, dori darmon olib beradi. Bu hayotda bo'ladigan holat. Lekin buni xavfsiz qilish uchun bank bilan maslahatlashish, ishonchnoma masalasini to'g'ri rasmiylashtirish. Hujjatlarni tartibga solish kerak. Biz oilamiz hech narsa bo'lmaydi deb yurish keyin katta muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa oilada bir nechta farzand bo'lsa, keyin kim qancha pul yechdi, qayerga sarfladi degan nizolar chiqishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam. Pensioner kartasining egasi kartani o'zida saqlasin. PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida olib yurmasin. Telefon kontaktlariga PIN deb yozib qo'ymasin. Agar kodni eslab qolish qiyin bo'lsa, uni begona odam tushunmaydigan tarzda xavfsiz joyda saqlash kerak. Eng muhimi, bankomat oldida hech kimga aytmaslik kerak. Ikkinchi qadam. SMS xabarnomani yo'qing. Har bir pul kirimi va chiqimi haqida xabar kelishi shart. Agar pensioner o'zi o'qiy olmasa, ishonchli farzandi xabarlarni kuzatishi mumkin. Lekin bu ham ochiq kelishuv asosida bo'lsin. Har oy pensiya tushgan sana, miqdor va sarflangan pul oddiy daftar yoki telefonda yozib borilsa, keyin tushunmovchilik kamayadi. 3-qadam. Kartaga begona pul qabul qilmang. Men buni alohida ta'kidlayman. Kimdir kartangizga pul tushirib turay, keyin olib berasiz desa rad eting. Ayniqsa evaziga pul taklif qilsa, yanada ehtiyot bo'ling. Chunki noqonuniy pul aylanishida bilib bilmay ishtirok etib qolish mumkin. Pensioner uchun eng xavfsiz yo'l karta faqat pensiya, shaxsiy xarajatlar va oilaviy aniq to'lovlar uchun ishlatilsin. 4-qadam. Agar karta bloklansa, vahima qilmang. Avval bankning rasmiy raqamini toping. Raqamni internetdagi tasodifiy reklama yoki Telegramdagi noma'lum sahifadan olmang. Karta orqasida yozilgan raqam bankning rasmiy sayti yoki rasmiy ilovasidagi raqamdan foydalaning. Qo'ng'iroq qilib, kartamdan pul yecha olmayapman, sababini bilmoqchiman deb ayting. Sizdan shaxsni tasdiqlash uchun ayrim savollar so'ralishi mumkin. Lekin PIN kod va SMS kod so'ralsa, aytmang. 5-qadam. Bankka borganda kerak bo'ladigan hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefon raqami,
agar vakil bo'lsa ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar cheklov ijro organlari sud qarori yoki boshqa qarzdorlik bilan bog'liq bo'lsa, bankdan qaysi hujjat asosida cheklov qo'yilganini so'rang. Iloji bo'lsa, yozma ma'lumot oling. Keyin tegishli tashkilotga murojaat qiling. 6-qadam. Agar firibgarlik bo'lgan deb o'ylasangiz, vaqtni bo'y bermang. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish kerak. Keyin bank filialiga borib ariza yozish kerak. Arizada qachon, qaysi vaqtda, qancha pul yechilgani yoki o'tkazilgani, siz bu operatsiyani qilmaganingiz, SMS kodni aytgan yoki aytmagan holatingizni aniq yozing. Zarur bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qiling. Telefon raqamlari, qo'ng'iroq qilingan vaqt, firibgar yozgan xabarlar, chek va skrinshotlarni saqlab qo'ying. 7-qadam, pensioner bank ilovasidan foydalansa, parolni kuchli qiling. Tug'ilgan sana 1234. Telefon raqamining oxirgi raqamlari kabi oson parollarni ishlatmang. Telefon yo'qolsa, darhol SIM kartani bloklatish va bankka xabar berish kerak. Chunki telefon raqam bank kartasiga bog'langan bo'lsa, u juda muhim kalish hisoblanadi. 8-qadam, farzandlar ota-onasi bilan ochiq gaplashsin. Ona sizga kim qo'ng'iroq qilsa, SMS kod so'rasa aytmang. Dada, kartani hech kimga bermang. Notanish odam bankomatda yordam beraman desa rozi bo'lmang deb oddiy qilib tushuntirish kerak. Bu gaplarni bir marta emas, vaqti bilan eslatish kerak. Chunki firibgarlar juda ishonarli gapiradi, odamni shoshiltiradi, qo'rqitadi. Hozir aytmasangiz pensiyangiz to'xtaydi deb bosim qiladi. Agar bank kartangizga cheklov qo'yilgan bo'lsa, bankka borganingizda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Men tavsiya qiladigan ariza mazmuni oddiy bo'lishi mumkin. Mening nomimdagi bank kartasi orqali pensiya mablag'larini olishda cheklov yuzaga keldi. Cheklov sababi qo'yilgan sana, asos bo'lgan hujjat va uni bartaraf etish tartibi haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Shunday mazmunda ariza yozsangiz, bank sizga aniqroq javob berishga harakat qiladi. Agar cheklov shubhali operatsiya sababli bo'lsa, bank sizdan pul kelib tushgan manbani so'rashi mumkin. Masalan, qarindoshingiz sizga 5 million so'm yuborgan bo'lsa, u pul nima uchun yuborilganini tushuntiring. Davolanish uchunmi, qarz qaytarishmi, uy xarajatimi? Agar kerak bo'lsa, pul yuborgan odam ham izoh berishi mumkin. Lekin agar kartadan begona odamlar foydalangan bo'lsa, bu alohida muammo. Shuning uchun kelajakda bunday holat takrorlanmasligi uchun bankdan kartani qayta chiqarish, PIN kodni almashtirish, mobil ilova kirishlarni tekshirishni so'rang. Agar pensioner o'zi bora olmasa, avval bankdan vakil orqali murojaat qilish tartibini so'rang. Notarius orqali ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnomada aynan qanday vakolatlar berilayotgani aniq yozilishi muhim. Bank kartasi bo'yicha murojaat qilish, pul mablag'larini olish, ma'lumotnoma olish, karta qayta chiqarish kabi bandlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda bank talabi farq qilgani uchun hujjat tayyorlashdan oldin aniqlashtirish foydali. Agar pul yechilib ketgan bo'lsa, arizada operatsiyalarni sanab yozing. Masalan, 2025 yil 10 mart kuni soat 35 da 1 million so'm, soat 1:02 da 500 ming so'm yechilgan. Men bu operatsiyalarni amalga oshirmaganman deb aniq yozing. Umumiy pulim yo'qoldi deyishdan ko'ra, sana vaqt, summa karta raqami, oxirgi dard raqami, telefon raqami, shubhali qo'ng'iroq tafsilotlarini yozish tekshiruvni osonlashtiradi. Men odamlar eng ko'p qiladigan xatolarni ham aytib o'taman. Birinchi xato kartani farzand yoki qo'shniga berib yuborish. Ikkinchi xato SMS kodni aytish. Uchinchi xato bankomat oldida notanish odamdan yordam so'rash. To'rtinchi xato kartani begona pul o'tkazmalari uchun ishlatish. Beshinchi xato karta bloklanganda internetdagi noma'lum raqamlarga qo'ng'iroq qilish. Oltinchi xato pul ketganini ko'rib bir necha kun kutib yurish. Bunday vaziyatda har bir soat muhim. Yana bir muhim jihat, pensionerning kartasiga pensiya tushgani uning mutlaqo himoyasiz emasligini anglatmaydi. Lekin bu pulni himoya qilish uchun o'zi ham ehtiyot bo'lish kerak. Bank xavfsizlik tizimi yordam beradi. Lekin siz SMS kodni o'zingiz aytsangiz yoki kartani o'zingiz birovga bersangiz, vaziyat murakkablashadi. Shuning uchun xavfsizlik bankdan boshlanadi, lekin mijozning o'zida tugaydi. Bugungi mavzuda asosiy fikr shuki, pensiya kartiga tushish taqiqlanmaydi. Pensioner o'z pulini olish huquqiga ega. Lekin banklar shubhali operatsiyalar, begona odamlar foydalanishi, katta va tushunarsiz pul aylanmasi,
Firibgarlik xavfi bo'lsa, kartaga vaqtincha cheklov qo'yishi yoki qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. Shuning uchun kartani hech kimga bermang. PIN kod va SMS kodni aytmang. Begona pul o'tkazmalariga rozi bo'lmang. Muammo bo'lsa, bankka pasport bilan murojaat qiling va kerak bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Agar sizning oilangizda pensiyasi kartaga tushadigan ota-onangiz, buvi bobongiz yoki tanishingiz bo'lsa, bu ma'lumotni ularga albatta yetkazing. Izohlarda yozing. Sizda yoki yaqinlaringizda karta bloklanishi, bank cheklovi, firibgar qo'ng'irog'i yoki pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga pulingizni, huquqingizni va hujjatlaringizni himoya qilish uchun eng kerakli ma'lumotlarni tushunarli qilib yetkazishda davom etaman.